Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabın tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaqdaydı. İlimnin yok olup gitişi, yaki ilimnin kimip gitişi, nadallıkның kang umumlishi hakkındaki bab deydi. Rabia degan adamniki sözünü ekliş arkalık bunun kartta bir bentpa yani bir işiltiş hakkında yani bir amal işiltiş hakkında bu adam bizge uçur vermekçi bulatıdı. Rabia bolsa İmam Malik rahmetullahi aleyhinin ustadı Rabi'atur Ra'i namıyla meşhur. Deyilişçe bu kişi İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh'de fıkıh öğrengenken. Bu yerdeki Ra' deyişki hem de faqih degan mezmunun ölçüsü oldu şu devirde. Yani bu zattaydı bu İmam Malik'in bu ustaz bolğan bu kişi Medine'de yaşayan Medine'de ilmi ketken zat bu. Endi azrak bir ilim ba adamninki deydi. Özünü zaya qilib o'tishi loyiq emas, durust emas deydi. Bunda degan nima deganda ilmi va adamninki bir bulanda yaşayışı yoki xalqning o'zini tatib yaşayışı ilimni taqatmay, ilimni o'rgatmay yurishi durust emas, to'g'ri emas degan. Şunun için Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu sözge ilave qilgan vaqtida bir alimning foyda manfaatsiz, boshqalarga manfaat yetkazmagan ilmlarini o'rgatmay, taqatmay o'ltirilishi, jim turilishi o'zini o'z zoya qilganlikdir. Yoki ilmni zoya qilganlikdir degan tushunchani bergan. Buningda ham shu ilmni qo'g'dash, tarqitish, nadonlikdan oldin olish haqida shu so'zni bermoqchi. Hem de 80 numaralık bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge İmran ibn Meysere hadis sözler peygan dedi. Bu kişi İmam Bukhari'ninki ustazı buldu. Kunyası Ebul Hasan el-Munqiri el-Basri deb namıyla meşhur. Özü Basr'da yaşayan adam. Bu kişi hem de İmam Bukhari'nin Abu Davud'ninki ustazlarıdır. Bu kişi 223 yıl ölüp ketken. Bu zat dedi bana yoki bizge Abdülvaris hadis sözlep bergan edi deydi. Abdülvaris'ninki tercümalı başta ötken. Bu kişi hem de Ebu Tayyah'dın. Ebu Tayyah'ninki ismi Yazid ibn Ziyade Ez-Zub'i sözle meşhur. Bu kişi işencilik, mezmut, yaxşı adam deb sifatlangan. 128 yıl ölüp ketken muhaddislerden. Bu kişi Enes ibn Malik'din. Enes ibn Malik sahabe. Bu yerdeki ravilarınki hemmisi Basr'da yaşayan adamlar. Basrlikler hem de Irak'nınki Basrlikler. Hem de Enes ibn Malik deydi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bundaq degan edi. Hakikaten kıyametinin alametlerinden deb kelib Peygamberimiz. Birinci ilim kötürlep ketadi degan. Bundaq degani hem de ilimsizlik köpeydi, nadallık keng umumlashidi. Bilimsizlik umumlashidi degan bo'ldi. Ilim yana qanday yo'qolib ketdi degan vaqtda olimniki yuragidagi yoki qalbidagi ilm tushib qolmaydi, yo'qolib ketmaydi. Bir olimning o'limi bilan ilm yo'qaydi. Olimning vafoti bilan shu ilm yo'qaydi degan bo'ldi. Yani biri aroq ichilindi deydi. Bunda degani masalan aroq ichish kengroq taqiladi yoki oshkor taqiladi yoki aroq ichib kishilar ayağı qilmaydigan holat bo'ldi degan bo'ldi. Bo'lmasa Peygamberimizin zamanında aroq ichib jazo yegan sahobalar bo'lgan. Sahobalarning ichida. Vaqtim borda, lekin bu yerdagi mazmun yani bir rivoyatda aroq ichish keng taqiladi degan. Shuningga asosan bu aroq ichgan umumlashidi degan bo'ldi. Yani birisi zina fohishi namoyon bo'ladi yoki maydonga keladi degan bo'ldi. Yani bu umumlashidi kengragan kishilar oyoq qilmaydigan holatda bo'ldi degan bo'ldi. Endi ulamolar bu hadisni sharhlagan vaqtida shu ilmni o'rganish, ilm o'rganishniki fazilati haqida bu hadis ashunga turtki bo'ldi, dalolat qildi deb qaragan. Chunki endi olim o'ziniki ilmini taqatmasa, ilmni o'rgatishdan burun, taqatishdan burun o'lib ketib qolsa, bu cho'qim keyingi vaqtlarda nadonlikqa ilib bordi. Yani ilimning yo'qolishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun bu olimniki yoki ilmni o'rgangan yoki taxassus egalarininki o'zining ilmini keng taqtishi, uni miros sifatida qoldirib ketishi zarur.
deb qaragan. Yani bir kısım ulamalar Rabi'aniki yuqorqi masalan o'zini zoya qilib o'tgan bo'ladi degan so'zni masalan ilmni taqatmasa o'zi zoya qilib o'tish durust emas, to'g'ri emas degan so'zni mundaq shariylaganlarmi bo'lgan. Ilimdor, ilimli kishilarniki o'zining ilmini bunda dunyo ahliga, bundaq degani masalan mol dunyoni yaxshi ko'radigan, ko'nglida dunyoning tamosi yuqori bo'lgan odamlarning qishig'iga kelib, ularga bu ilmlarni taqtish, o'gitish durust emas, to'g'ri emas. Yani ilmi bo'lgan hurmat yusidan ularga bak kamtar bo'lish, o'zini to'vat tutish bu durust emas degan. Bu yani bu o'zini emas, ilmni zoya qilganlikdir deb mandaqmi tushungan ulamalar bo'lgan. Undaqda bu hadisniki va Rabi'aniki so'zining uramidan biz shuni his qilib yetimizki, hamda ilmni bilgan odam, ma'lum yoki kasb ahli yoki taxassus ahli bir ilmda o'zining taxassusiga munosib doirada, o'z bilgan doirada kishilarga shu ilmni bildirishi, uni keng taqtishi zarur degan bo'ldi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.